Sizga hech qachon bo'lmasligi kerak bo'lgan qo'ng'iroq bo'lganmi? Sizni haqiqatda biron narsa dahshatli noto'g'ri ekanligiga ishontirishga majbur qiladigan qo'ng'iroqmi? Bugun kechqurun sizni o'z ustaxonasida xavfsiz deb o'ylagan odam bilan sodir bo'lgan dahshatli tushga olib boray. Soat 2:03 edi. Hatto soyalar ham uxlab qoladigan vaqt, lekin Ahmad uxlay olmadi. U mijozning mashinasini yolg'iz o'zi, asboblar, yo'qlar va qorong'ulikdan qo'rqqandek miltillovchi sonayotgan lampochka chiroqining jiringlashi bilan o'ralgan holda ta'mirlayotgan edi. Tashqaridagi shahar jim edi. Shamol ustaxona panjurlariga bosayotgandek, go'yo tashqaridan bir narsa kirmoqchi bo'lgandek edi. Devorda chang bosgan eski aylanuvchi telefon osilgan edi. Bu shunchaki bezak edi. Yillar davomida uzilib qolgan, ichidagi simlar butunlay uzilgan, lekin to'satdan jiringladi. O'tkir metal uzuk sukunatni qichqiriq kabi kesib o'tdi. Ahmadning yuragi to'xtadi. U telefonga tikilib qoldi. Qanday qilib olik telefon jiringlashi mumkin? U ikkilandi, lekin jiringlash gazablanib, balandroq, deyarli uni ko'tarishni talab qildi. U trubkani ko'targanda barmoqlari titradi. Avvaliga qotib qolgan, keyin ovoz, yumshoq, titroq, tanish. "Hay, iltimos, tashqariga chiqmang, u sizni kutmoqda." Ahmad qotib qoldi. Uning nafasi obkasdan chiqdi. Chunki bu ovozmi? Bu ovoz 3 yil oldin o'sha avtohalokatda vafot etgan singlisi Hibaga tegishli edi. "Hiba, bu haqiqatan ham sizmisiz?" deb pichirladi u javobdan qo'rqib. Ovoz javob berdi. "O'tgan safar quloq solmadingiz, iltimos, hozir quloq soling, u sizning yolg'izligingizni biladi." U yana gapira olmasdan oldin, orqasidan og'ir guvillash eshitildi. Umurtqasi qotib qoldi. Sekin u chiti monitoriga qaradi. Bir kamera kirish panjurasini va uning orqasida bir qiyofani ko'rsatdi. Oddiy emas. Zulmatning o'zidan ham qorong'iroq, boshi shunchalik balandki, ramkaga to'liq sigmasdi. Ahmadning yuragi quloqlariga urilib ketdi. Telefondagi ovoz dahshatdan yorilib ketdi. Qimirlamang, nafas olmang, u harakatni ko'radi. Qiyofa panjuraga bir narsa bosdi. Uzun barmoqlar, g'ayritabiiy uzun, tobutdagi mixlar kabi metal qirib tashlaydi. Ahmadning qo'llari titrardi. Telefon hali ham quloqiga tegib turardi. "Nima bo'ldi? Mendan nimani xohlaydi?" deb pichirladi u. Telefon yana jiringladi. U yo'qotganini, tanani, tirik terini xohlaydi. To'satdan ustaxonadagi chiroqlar shiddat bilan miltilladi. Yorqin, qorong'u, yorqin, qorong'u, hamma narsa ochguncha. Sukunat xonani qamrab oldi. Faqat favqulodda vaziyatlar bo'yicha video kuzatuv ekrani xiragina yondi. Baland soya endi deklanida emas edi. Ahmad orqaga qoqildi. "Hiba, Hiba, qayerga ketdi?" Singlisining ovozi pichirladi. Ortingda Ahmad bo'ynidan sovuq narsa ko'rinmas qol kabi o'tayotganini his qildi. U o'zini burilishga majbur qildi. Qorong'u qiyofasi endi ustaxonaning o'rtasida turardi. Baland, burishgan qo'llar yerda sudralib yurar. Uning yuzi yo'q, uning yuzi yo'q edi. Faqat mavjudlikdagi teshik kabi aylanuvchi boshliq bor edi. Ahmad trubkani tushirdi. Singlisining ovozi uning ismini baqirganda telefon tebranib turardi. Qiyofa qadamlarsiz harakatlandi. Polda oqayotgan qorong'ulik kabi unga tomon sirgalib. Ahmad yagona himoya vositasi bo'lgan kalitni oldi. Lekin tirik bo'lmagan narsaga qarshi qanday kurashish mumkin? Soya to'satdan gapirdi, so'z bilan emas, balki ovozlar bir-biriga yopishib qoldi. Erkaklar, ayollar, bolalar, qichqiriqlar xuddi uning ichida qamalib qolgandek aks-sado berardi. "Menga shaklingizni bering." Ahmad yugurdi. U mashinalar orasidan yugurib o'tdi, asboblarni agdarib tashladi. Adrenalin bitta qo'rquvdan tashqari barcha qo'rquvni bostirdi, omon qoldi. U orqa eshikka yetib keldi, qulflandi. "Nega endi? Nega?" deb nafas oldi. U soya och qora daryo kabi qo'lini unga qaratib yaqinlashdi. Ahmad asboblar qutisini tepdi, metal momaqaldiroqday jarangladi. Ovoz jonzotga og'riq keltirganday tuyuldi. U orqaga qaytdi, shakli borondagi tutun kabi titradi. Ahmad shovqin uni sekinlashtirishini angladi. U eng yaqin narsani, burgulash mashinasini oldi va tetikni bosdi. Baland guvillash ustaxonada aks-sado berdi. Soya kuchli silkindi, orqaga surildi, lekin to'liq to'xtamadi. Burgulashning gumburlashi bilan u oldingi deklaniga yetib bordi, tugmalarni bosdi va uni ochdi, lekin u bir necha dyumga zo'rga ko'tarildi. U pastga tushib, ostiga agdarildi, terisi betonga tirnaldi.
Tashqarida magistral bosh edi. Jim. Juda jim. Shamol g'ayritabiiy bir narsani olib kelardi. Hech qayerdan va hamma joydan past ovozda pichirlardi. Ahmad, uning qoni muzlab qoldi. U og'rildi. Panjur ostidagi kichik teshikdan qo'l uzatildi. Suyaksimon barmoqlarga oralgan qora tutun go'yo o'zini dunyoga sudrab kirishga urinayotgandek yerni tirnab. U mashinasiga yugurdi, ichkariga sakrab kirdi, eshiklarni qulfladi, dvigatelni ishga tushirdi, lekin faralar dahshatli narsani ko'rsatdi. Oyoq izlari. Ustaxonadan emas, yo'lovchi o'rindigidan olib boradigan ulkan, g'ayrinsoniy oyoq izlari. Eshik qulfi chertildi. Sekin. Ozozidan. Chertildi, birma-bir qulfdan chiqarildi. Ustaxona ichidagi olik telefonning ekrani to'satdan yana yondi, hatto u ko'rgan